do'stlar, biz davom etamiz va e'tiborimiz markazda 11-uchrashuv 84 kilogramm vazn toifasida bo'lib o'tadi. Va ushbu jang referisini taklif etamiz tojikistonlik xalqaro toifadagi hakam Dovud Mirsalimov. Ishtirokchilarni kutib oling, ko'k burchakka taklif etamiz. Ozarbayjon vakili Rakif Hesenov. Birinchi og'ir vazn toifasi. Davom etamiz do'stlar. Uzoqlashmadingizmi ekrandan? Live TV'damisiz? Qoling, eng asosiy janglar hali oldinda. Birinchi og'ir vazn toifasiga dastavval Ozarbayjon vakili, kickboksing bo'yicha sport ustasi, Ozarbayjon chempioni. 1-0 rekordga ega, ya'ni bitta jang va bitta g'alaba. Rakif Hesenov chiqib kelmoqda. Ekipirovkada menimcha qandaydir muammo yuzaga keldi. Shuning uchun ham to'xtalish. Tajribali jangchi Rakif Hesenov. Yana bir bayt o'taman, kickboksing bo'yicha sport ustasi va mana shu sport turi bo'yicha Ozarbayjon chempioni. Dövüşe gidende güler yiğitler, onlardan sıyrılıp gelen yiğitler, beterin kadrini bilen yiğitler, gato taksirlerde ölen yiğitler, beterin kadrini bilen yiğitler, gato taksirlerde ölen yiğitler. Diqqat qiling, uning raqibini qizil burchakka taklif etamiz. O'zbekiston vakili, hamisha azm va Navqiron Buxoro farzandi Azimjon Ramazonov. Nahotki Muzaffar Rajabov hozir o'tiribdi. Hayajoni endi boshlandi unda. Uning shogirdi chiqib kelmoqda. Qo'l jangi bo'yicha sport ustasi, bir qancha mahalliy va xalqaro turnirlar g'olibi va sovrindori. Amur Temur klubi a'zosi 2-0 rekordga ega Muzaffar Rajabov shogirdi Azimjon Ramazonov. Aziz Ramazonov uni olib chiqmoqda. Uning ukasini ham yaxshi bilamiz, ikkalasi ham jangchi, ikkalasi ham yorqin jangchi, taslim bo'lmas sportchilar. Taslim bo'lmaydigan jangchilar.
kuchli xarakterga ega bo'lgan sportchilar. Mironshoh Murodov Mirzo Murodov jamoa bo'lib olib chiqyapti uni oktagonga. Atep 24. Бой нашего вечера, весовая категория 84 килограмм. И представляю вам бойцов. Синий угол октагона. Бойцу 40 лет. Уроженец Республики Азербайджан, город Баку. Он является мастером спорта по кикбоксингу. А также он является чемпионом Азербайджана по ММА. Тренер Хидаят Хаммадов представляет спортивный клуб Black and White. Рост 180 сантиметров. Профессиональный рекорд. 1 бой, 1 победа. Поприветствуем Ракиф Хесенов. Внимание на красный угол. Представляю бойца. Ему 26 лет. Уроженец Республики Узбекистан. Серкуяш Бухара. Он является мастером спорта по рукопашному бою. Стиль рукопашный бой. Тренер Музафар Раджабов. Представляет спортивный клуб Амир Темур Бухара. Рост 184 сантиметров. Профессиональный рекорд. 2 боя, 2 победы. Поприветствуем, друзья, Азамджан Рамазонов. Har ikkala sportchi, har ikkala jangchi bizga yana bir bor tanishtirib o'tildi. Referi Правила Tojikistondan не нарушаем. По команде стоп, не работаем. По углам. Пожали руки. Dovud Mirsalimov. Barcha va barchasi tayyor. Jang boshlandi. Aziz Ramazonovning darhol low kicklar yo'llayapti. Jab otdi va parterga o'tkazildi. Jang darhol yon taraflama nazoratini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lyapti. Azimjon Ramazonov va armbarga ketyaptimi? Yo'q, hozircha submission yo'q. Tursagi bilan raqibni bosyapti. Endi parter qulayroq baribir Azimjonga. Qulayroq parter, chunki raqib kickboksing vakili va imkon qadar bo'ldi. Oh, qo'lni qayirgan ekan. Qo'lni teskari tomonga qayirib qo'ygan ekan. Ko'rmay qolibmiz. Yakunda faqatgina Rakif Hesenov taslim bo'lganida vaziyatni kuzatib bordik. Takrorlovha bizga ko'rsatib beradi ushbu jarayonni. Qo'l qanday qayrilganini.
Azimjon Ramazonov. Partar teskari Kimura desak ham bo'ladi. Qo'lni yopishtirgan holda juda katta bosim berdi mana shu qo'l qismiga. Natijada Muzaffar Rajabov Xudyakov bilan nimanidir maslahatlashdi. 40 секунд. И в нем с прямым submission победу одерживает боец из красного угла Azimjon Ramazonov. Azimjon Ramazonov Amur Temur klubi a'zosi, mamlakatimiz vakili, Buxoro o'g'loni Muzaffar Rajabov shogirdi. G'oliba Azimjon Ramazonovga akasi Hasan Muslimov 12,5 million so'm mukofot pulini taqdim etadi. Ha, qo'shimcha sovg'a ham bor ekan Hasan Muslimovdan. Olqishlab qo'yamiz. У нас есть на что смотреть, где погулять и шуманет. Наш любимый Аль-Бухара, наш красивый Бахаутин. Приезжай, друг, и посмотри. G'alabasi bilan tabriklab, qo'shimcha daromad, qo'shimcha sovg'a akasidan. Mana shunaqa do'stlar. Takrorlab qolamiz. Qisqa bo'ldi, birgina harakat va ko'ramiz. Jab o'tgan edi, oyoqqa tashlandi. Jang paperga o'tkazildi. Takrorlab yana biri bor, birinchi vaziyatda. Hozir qarang. O'ng qo'lga mana o'ng qo'l. Mana qarang qanday bosim yelkaga va qo'lga. Mana bo'ldi. Qulf solingan edi. Qulfga olingan edi.